Yana bir marta ukamga berganingni ko'rsam, qolgan umringni qamoqda chiritib yuboraman. Tushundingmi? Ukang bilan birgami? Parviz, iltimos uka, sandan shuni qaytib chekmagin. Xaf. Menga qara. Menga qaytib uka tug'ib beradigan ota-onamiz yo'q. Tushunyapsanmi shuni? Ha, tushundim. Ertaga yo'q, manisaga yotasan. Hozir boramiz. Men seni yangangni oldiga tashlayman. Qarashib tursang, men ishga borib, Ertaga больницаga yotsam, Pari bilan ko'rishsam deganim shu bilan qachon ko'rishaman yo'q. Pari, men tashab qo'yaman oldiga. Hozir qayerda ekan? Aytib qo'yganman. Keladi, hozir aytib qo'yganman. Siz yaxshi boring, kechki payt ko'rishamiz. Men uyga boraman sizgacha. Bo'pti. Uf, darrov esingizdan chiqdimi? Jonim yuz bergan. Yuz bergan, iltimos. Yuz bergan. Shu oxirgisi. Ertaga yo'q больницаga borib davolanaman. Ishonmasang akamdan so'ragin. Yuz bergan jonim. Jonim iltimos, yuz bergan. Yuz bergan. Yuz bergan. Yo'q, bermayman. Bu nechinchi marta aytishingiz? Bermayman. Bermaysan. Bermaysan. Shoshmang. Shoshmang dedim sizga. To'xtang. Uf. Ozgina qo'shing yana. Ozgina bu kam-u. Berganingga yarasha. Akamni puli ko'p. Beradi. Ko'rdingiz o'zingiz. Bo'pti. So'ng keyin qilib shirasi keldi. So'ng keyin qilib shirasi keldi. Uzrda beraverdi. Nima qilyapsiz? Qoching dedim sizga. Qoching dedim sizga. Tegmang, qoching. Qoch! Oila, yaxshimisan? Nima bo'ldi, yaxshimisan? Nima bo'ldi? Parviz, Sud hukm o'qiydi. Hoshimov Timur Davronovich 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilsin.